O'sish uchun nima qilish kerak? Sizda agar qo'llanma bo'ladigan bo'lsa, намного osonroq bo'ladi o'sish xaritasini qilish. Menda bor, o'zim ko'p shogirdlarimda shuni maqsad qo'yish, darsida ham ko'p ishlataman shu qo'llanmani. Birinchi o'rinda nima qilasiz? Yozasiz o'zingizga. Ikkinchi o'rinda nima qilasiz? Har bittasini yozib borganingizda amalga oshirishingiz orqali sekin-sekin 2 oymi, 3 oymi ancha birinchidan qiladigan ishlaringiz kamayadi. E'tiboringiz eng yaxshi pul olib keladigan ishda bo'ladi. O'zingizni rivojlanishingizda bo'ladi. Естественно, bu sizni daromadingizda aks etadi. Chunki pul olib kelmaydigan 80% ish sizni eng katta vaqtingizni oladi. Siz qilayotgan ish 20%igina siz olayotgan daromad 80%ni beradi. Siz mana shu 20% ishga fokusingizni o'tkazishingiz kerak. Lekin uning uchun siz uni filtrlab, tozalab olishni o'rganishingiz kerak. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu postda plus qoldirishsa, men bu o'sish xaritasi bilan hamma bilan bo'lishishga tayyorman.